Brain tumori. Tananing biron ichki qismida paydo bo'lib, tashqariga bo'rtib chiqadigan yirik o'sma xastaligidan azoblanayotgan ayolni kasalxonaga yotqizishdi. Uning o'g'li va qarindoshlari ham shu yerda edi. Ayol bir necha soat o'tib vafot etdi. Marhumaning o'g'li kun bo'yi yig'ladi. Toki ovozi chiqmay qolguncha yig'ladi. Ertasiga tobi qochgan holda uyg'ondi. Ko'p yig'lagandan tomoqlari og'riyotgan edi yigitni. O'g'il onasining yotoqxonasiga kirdi. Stol ustida maktub yotardi. Maktub yonida esa bir nechta tabletkalar bor edi. Yigit qo'llar titragan holda xatni o'qiy boshladi. Xatni o'qir ekan, onajonim ey deb pichirladi. Yana yig'lay boshladi. Lekin bu safar yigitning ovozi chiqmas. Hech narsa eshitilmas. Yigit unsiz yurakdan yig'lar edi. Xatda quyidagi jumlalar yozilgan edi. Bu dorilarni ichib ol bolam. Bilaman, ko'p yig'laganingdan keyin tomog'ing og'riyotgan bo'lsa kerak. Ko'p yig'lama. O'zing ehtiyot qil jonim bolam. Onajoning.